hozir o'qish darsi bilasiz, o'qish darsida o'tilgan mavzularni bitta mustahkamlab olamiz. Mana shu mustahkamlash maqsadida sizlar bilan bugun bir ajoyib metodni qo'lingizda joyini bilasiz. Hozir Ramazon oyi o'lkamizga Ramazon oyi tashrif buyurgan. Mana shu Ramazon oyiga bog'lab bugungi metodimizni iftorlik deb nomladik. Diqqatimizni do'stga qaratamiz. Diqqatingizni do'stga qaratgan bo'lsangiz, 3 ta yigit iftorlikka tayyorgarlik ko'ryapti, iftorlik yaqinlashyapti, lekin ularni og'izlarini ochish uchun tanovul qilishlari uchun taomlar tayyor emas. Taomlarimiz esa tepa qismida joylashgan. Hozir esa o'qishdan berilgan, o'tilgan mavzular asosida savol-javob qilishni boshlaymiz. Siz esa har bitta qator o'zini mana shu og'iz ochmoqchi bo'lgan yigitga savollarga javob berib, demak tepada berilgan taomlardan yoniga terishni boshlaysiz. Ya'ni tanovul qilish uchun, og'zini ochish uchun iftorlikka tayyorgarlik ko'rasiz va qaysi qator o'quvchilari o'sha yigitni oldiga ko'proq taom tayyorlab to'plasa, demak o'sha guruh g'olib bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, savollarni berish jarayonida mana shu bolani oldiga, og'iz ochmoqchi bo'lgan yigitning oldiga taomlarni ko'proq to'plashga harakat qilasiz. Demak, ko'proq to'plagan o'quvchilarimiz qatorimiz g'olib bo'ladi. Bugun ozgina mana shu metodimizning yakuniga noan'anaviy rag'batlantirish kiritamiz. Bugun mana shu yutgan qatorimizga esa shirinlik tayyorlab qo'ydik. Rag'bat kartochkaga qo'lga kiritasiz va har bitta o'quvchi yutgan qatorda o'quvchisi bitidan shirinlikni qo'lga kiritadi. Tayyormisiz? Unda boshladik. Birinchi savolni diqqat bilan eshiting. Birinchi savolimiz 1975-yilda Farg'ona vodiysining Quvasoy shahrida tavallud topgan shoiramiz gap haqida Ma'no Jahongir juda ham yaxshi. Demak, o'zimizning yigitimizga bitta taomni yoniga yopishtirasiz. Qani, yaxshi. Ketdi. Keyingi savolni diqqat bilan eshitamiz. Xo'p, ikkinchi savolim. Suvda xotira bormi matni qaysi jurnaldan olingan? Bolalar adabiyoti jurnalidan. Yaxshi, ketdi. Keyingi savolimizni diqqat bilan eshitasiz. Nima uchun bug'doy donasi yomg'irni sabrsizlik bilan kutdi? Qani, nima uchun? Chunki va'dasini bajarmoqchi bo'ldi. Uni tezroq shoxladi. Kim oldi va'dasini bajarmoqchi bo'ldi? Chumolini oldi. Barakalla. Demak, o'zimiz yigitimizga bitta taomni oldiga yopishtiramiz. Va keyingi savolga o'tamiz. Diqqatingizni qaratasiz. Keyingi savolimiz mimoza gulining vatani va necha xil turi bor? Qani, qulayi va Mimoza guli vatani Amerika, 450 va 500 ta turi bor. yaxshi, ketdik. O'zimiz yigitimizga taomni yopishtiramiz va keyingi savol. Hop, keyingi savolimizni diqqat bilan eshitasiz. Chuchvarachi Chumchuxola matnida nechta zaif giyohlar haqida gapirildi? Qani Shahzoda? Ismaloq, yalpiz, otquloq, quyonquloq, jag'jag. Juda ham yaxshi. O'zimiz yigitimizga demak bitta taomni yopishtiramiz va keyingi savolga o'tamiz. Hozir biz qaysi bo'limni va nima degan bo'limni boshladik? Qani, 3-bo'lim oila tarbiya o'chog'i. juda ham yaxshi. Demak, o'zimizni bolamizga demak bitta taomni yopishtiramiz va davom etamiz. Xo'p, keyingi savolimiz nima uchun Asadilla ko'proq yegulik tayyorlashni so'radi olasidan? Qani, nima uchun? Ko'chadagi tilanchiga rahmi kelganidan o'zining ovqatidan yarmini Bermoqchi bo'ldim. Chunki achinganda onasi ko'proq tayyorlaydi. Juda ham yaxshi. Demak, o'zimiz yigitimizga bitta taomni yoniga yopishtiramiz va keyingi savolga o'tamiz. Diqqatingizni qaratasiz. Qushlar qanday inlarda yashaydi? Matni qaysi kitobdan olingan? Qani, qaysi kitobdan? Bolalar ensiklopediyasi ertaklarda kitobidan olingan. Juda ham yaxshi. Ketib yopishtiramiz va keyingi savolga o'tamiz. Diqqatingizni qaratasiz. Demak, Toshkentdagi botanika bog'ida necha xil o'simlik turi bor va nima deb aytishadi o'zbekistonliklar? 6000 dan ortiq turi bor. U Toshkent o'pkasi deb ataladi. Juda ham yaxshi. Ketdik, o'zimiz yigitimizga bitta taom yopishtiramiz va keyingi savolimiz qumning necha xil turi bor ekan? Qumning qani quriysan? Qumning 5 xil turi bor. Oq, sariq, pushti, qizil, qora. Juda ham yaxshi. Ketdik. Demak, o'zimiz yigitimizga bitta taomni joylashtiramiz va keyingi savolga o'tamiz. Diqqatingizni qaratasiz. Keyingi savolimiz Chaqmoq she'rining muallifi Rahimaxon Otash Xolmirzayev. juda ham yaxshi. Demak, o'zimiz yigitimizga taomni demak yopishtiramiz va natijalariga qaraymiz. Xo'p, natijalarga qaraymiz. O'quvchilarimiz demak o'tilgan mavzular asosida savollarga javob berib faoliyatni oshirishdi. Iftorlik qilmoqchi bo'lgan yigitlarimizga yordam berishni xohlashdi. O'z bilimlarini ishga solishdi. Demak, zo'r savollarga javob berib hamma haq qatorini o'quvchilarni harakat qilishdi, lekin ozgina birinchi qator faoliyatni oshirishdi. O'zlarining yigitlariga 5 ta taomni olib kelishdi, o'rta qator 3 ta, oxirgi qator ham 3 ta taomni iftorlikka mana shu o'zlarining qatoridagi yigitga yordam berib taomni oldilariga olib kelishdi. Lekin albatta tezkorlik, to'g'ri javob berishlik, faollik albatta inobatga olinib, birinchi qator 5 ta taomni o'z yigitlariga, og'iz ochmoqchi bo'lgan yigitlariga taomni olib kelishdi va
taomni iftorlik paytiga bu yigit mazza qilib taomni og'zini ochib oladi. U birinchi qator esa ham rag'batgarchilikni va shirinlikni ham qo'lga kiritadi.